Abdurasulova Sadoqat hozirgi kunda muhtaram prezidentimiz tomonidan yoshlarga berilayotgan imkoniyatlardan faol foydalanayotgan yoshlardan biriman. Ayni damda O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetining 3-bosqichiga qadam qo'yapman. Hozirgi kunda muhtaram prezidentimiz tomonidan biz yoshlarga shunaqa ko'p imkoniyatlar, tashabbuslar eshigi ochib berilyaptiki, biz ham ulardan foydalangan holda o'zimizni faol tarzda ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Mana men hozir Yangiobod tumani chekka tuman bo'lishiga qaramasdan oxirgi 10 yilliklar davomida ham juda ko'p imkoniyatlar va tashabbuslar yaratib berilayotganini o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Misol sifatida aytishim mumkinki, 2017-yilda muhtaram prezidentimiz tomonidan tashkil etilgan va ilgari surilgan Yosh kitobxon ko'rik tanlovida 2021-yil davomida ishtirok etib, ya'ni g'oliblar qatoridan o'rin egalladim. 2021-yilda muhtaram prezidentimiz Yoshlar forumida biz yoshlarga qarata ilm va ziyo o'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan va hech qanday vallamat bizdan uni tortib ololmaydigan bebaho boyligimizdir deb aytgan edilar. Biz muhtaram prezidentimizni ana shu gaplaridan ilhomlangan holda, bizga yaratib berayotgan imkoniyatlaridan, tashabbuslardan foydalangan holda bugun O'zbekiston Respublikasining kelajagiga o'zimizning hissamizni qo'shishga harakat qilmoqdamiz va muhtaram prezidentimizning bizga yaratib berayotgan imkoniyatlari bizni bunga qo'llab-quvvatlamoqda. Ayniqsa muhtaram prezidentimiz agar sizlar osmonni quchaman desangiz, men nima uchun yelkamni tutib bermayin degan gaplar bizni yanada ilhomlantiradi va hozirgi kunda nafaqat ta'lim sohasida, balki o'zimiz ko'rib turibmizki, sport sohasida, san'at sohasida, madaniyat sohasida va bundan tashqari juda ko'p sohalarda O'zbekiston yoshlari uchun ko'plab imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Ayniqsa, ilm va ziyo taratuvchi maskanlarning ko'payishi ham, ya'ni maktablarda va universitetlarda ta'lim sifatining oshirilayotgani, zamonaviy texnikalar bilan ta'minlanayotgani ham biz yoshlarni sifatli ta'lim olishimizni kafolatlab bermoqda. Hozirgi kunda davlat universitetlari bilan bir qatorda xususiy universitetlarning ham ko'payayotgani, undan tashqari muhtaram prezidentimiz tomonidan maktablarni ham ayniqsa ixtisoslashtirilgan maktablarga aylantirilayotgani va ularda yoshlar uchun kerakli bo'lgan, kelajagi uchun manfaatli bo'lgan ilmlarni berilayotgani bu kelajakda O'zbekiston ravnaqiga hissa qo'shadigan yoshlarni ta'minlashda maktablarning va oliy o'quv yurtlarining o'rni naqadar beqiyos ekanligini ko'rsatib bermoqda. Mana bugun ham biz qaysi sohaga nazar tashlaydigan bo'lsak, unda imkoniyatlarni va sharoitlarni ko'ramiz va ulardan ilhomlanamiz. Mana bu yil O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi ko'tarinki kayfiyatda nishonlashga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz va aynan shu fursatdan foydalanib butun O'zbekiston xalqini, O'zbekiston yoshlarini Yangiobod tuman yoshlari nomidan chin dildan muborakbod etaman. Mustaqillik bayrami barchamizga muborak bo'lsin hamda bizga mana shunday imkoniyatlarni, tashabbuslarni yaratib berayotgan prezidentimizning boshlari omon bo'lsin va doimo bizga shunday imkoniyatlar, sharoitlar yaratib berishda bosh bo'lib yursinlar.